Ba'zan hayotdan, stresslardan, to'yib, horg'in ishdan charchagan paytlaringiz mana shunaqa tabiat qo'ynida sayr qilsangiz, odamni stressdan, depressiyadan chiqaradi. Shunaqa havoda, salqin havoda yarim soat, 1 soat sayr qilsangiz, asablaringiz tinchlanadi. Ayniqsa 2-3 ta bolali yosh onalar meni tushunadi. Mana keng dala qo'ynida mazza, so'lam tabiat, tinch joylar muhim. Hech kim sizni bezovta qilmaydi. Hech kim sizga xo'jayin emas. Mana shunaqa joylarda biroz o'tirib, yoshligini eslab, katta bo'lgan joylaringizda mazza joylar. Shu yo'llarda yoshligim o'tgan onda paxtalarga chiqardik sinfdoshlar bilan. Mana bu yerlarda hozir bog' bo'lib ketdi, uylar bo'lib ketdi, ko'p joylar o'zgarib ketdi. Shunaqa. Mana bu yerda to'la paxtalar bo'lardi. Maktabdan chiqardik, kollej paytlari chiqardik. O'sha paytlar mazza edi. Hamma uyidan har xil narsa olib kelib, obed qilib, mana bu ariqda cho'milardik. U paytda katta edi. Hozir kichrayib, mana shunaqa beg'uborlikda o'sgan. Mani bolaligim, yoshligim